Hammaga salom. Bugun men sizlarga Minecraftda katta uy qurdim. Sizlar bilan ana shu uyda qo'yayotgan ko'rsataman. Devorlar qalinligi hammasi 3 ga 3. Mana shunaqa. Hattoki mana daraxtlar ham ichini to'ldirgan. Bu akamni. Bu nimamiz? Endi bu yoqqa oynani qo'ygandan keyin hozir ana shu devorni tugatib sizlarga ko'rsataman. Bir minut. Ana shu devorni oxiri tugataman. Mana bu yoqda texnik nosozlikka duch keldik. Mana bu yoqda to'g'ri yon tarafi hatto nima keldi? Mana bu akam buzilgan, mana buni men buzdim. Boya ham aytdim. Hozir akam moliga ham aytaman. Hop. Bunday qilamiz. Hozir bu devor qo'yayotgan yarmini ko'rsataman. Keyin tugatgandan keyin qilaman. Hop. Iltimos kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Voy bilan nimalarga tashlaman. Mana to'g'ri blokchani topaman. Ovozlar e'tibor bermanglar. Ukam o'yinchoq tutyapti. Men shu oynani tugatgan ko'rsataman keyin polni bu devor ham bo'lganini ko'rsataman. Hop. Yana 9 voy bile 9 tagina blokcha. Va hozir qaytib kelaman. Mana shu devorni oxirini qo'yaman. Agar birinchi qismda ko'p ishlar qilsam, ikkinchi qismni ham qo'yishdim. Hozir prosta bu uyni jonsizda qo'yaman. Keyin bu uyga hech nima qo'shmayman. O'zim jonliga o'tib keyin qo'shaman. Men fonarni qanday qilganimni ham oxirida aytaman. Hozircha nima qilishimni hop. Qo'yamiz. Hop. Bu yoqda nima uchun ikkitalik qilgan o'zinglar aytdim, yana takrorlayman. Ana bunaqa. Ana texnik nosozlik. O'sha yoqda bo'lgani uchun bu yoqda ham qilmasak u tarafida bo'ladi. O'zim
soatda yurmay tuzatishga erindim просто. Nima qilamiz? Bunaqa. Videoni to'xtatib olib turman, chunki har bir video 15 minutdan bo'lishi oshib ketsa joylay olmayman. Hop. Yo'q, zerikarli bilaman. Videoni o'chirib qo'ysammikan? Keyin hamma joyda qilgandan keyin yoqaman. Hamma shu devorni qanaqagan ko'rsam. Keyin pastiga faqat g'isht qo'yib chiqaman. O'shani keyin ko'rsataman. Hop. Telefonda qanday qilib shunaqa qilishni ham o'rgataman oxirida. Mayli, videoni o'chirib qo'y. O'chirmayman. Bilmayman-da. Qiziqdir balki sizlarga yoki qiziqmasmi. Video chiqarishga harakat qilaman har kuni. Nima o'zi bunaqa katta uy qurishimni o'zim ham bilmayman. Ertalab qilib oling. Yoqmayapti. Oxirgi o'ynalar, keyin videoni to'xta. Nimadir bo'lib qoldi. Bola nimadir bo'lib kirmayapti mayda. Boshqa mevlardan kirmayapti. Videoni ko'rganinglar uchun rahmat. Shunga ikkinchi qismni ertaga qilaman. Agar men bu ko'rsam nimadir deb kommentariyada yozib qoldiringlar nima deyotgan. Hammaga mana ko'rsatib qo'yaman. Hammaga xayr.